Sulton Abdulhamid seni yolg'iz qoldirdi, Taqsim poshsho. O'limga jo'natmoqda. Qara, hatto Mahmud poshsho ham kelmadi. Davlatning bitta xaritasini sendan qadrli deb biladilar. Kel, tan ol. Sening uchun hech qanday harakat qilmagan Sulton Abdulhamidning ismini ayt va qutul. O'lim biz uchun so'ng emasdir. Yoki oxiratda do'stim bilan uchrashmaymanmi? Bering hukmimni. Hayqiraman, bering hukmimni. Razillarga qarshi chiqmadimmi? Kofirlarga bo'yin egmadimmi? Bering hukmimni, o'lim jazosidir deng. Shunday emasmi? Men do'stning nomini sotmadim. O'lim jazosiga borarkan, gul bog'iga borayotgandek yuraman. Dorga bo'yin uzatarkan, Ismoil bo'laman. Nomardga bo'yin egmadik. Kofirning yonida egilmadik. Bering hukmimni. O'lim sharafdir. Hukmimni bering. Dunyodan g'arib bir Taqsim o'tdi derlar. Jonini berdi, lek do'stining otini sotmadi derlar. Qani